Farg'onadan bir juma Madina Munavvarada, bir juma Makka Mukarramada o'qiymiz deganlarga ajoyib imkoniyat. Centrum Holidays firmasi bilan umra safarini amalga oshirsalaring, Xudo xolasa mana shu imkoniyatga ega bo'lasizlar. Juda ham ko'pchilik qiziqadi, juda ham ko'pchilik mana shunaqangi reys oqtarishadi. Aziz vodiyliklar, mana sizlarga ajoyib imkoniyat. Inshaalloh eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali sizlarga biz 19 avgust hamda 26 avgust Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa shu aytib o'tganimizdek bir juma Madinada, bir juma Makka Mukarramada o'tkazasizlar. Undan tashqari Toshkentdan reys so'raganlarga 18 25 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Xudo xolasa ushbu reyslarimizga ham o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi gastnitsa 10-12 daqiqalik piyoda haramga kirib chiqsalaring bo'ladi. Inshaalloh avtobus qatnovi ham bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari va Makka ziyoratlari hamda Qizil dengiz sayohat firma hisobidan amalga oshiriladi. Ravza Sharifga tashrifni ham albatta amalga oshirasizlar. Va yuqori yilli, tajribali, malakali ellikboshlarimiz ishonchli hamsafar bo'lishadi. Inshaalloh sizlarga aeroportda Centrum Holidays kamzillari, sumkalari hamda bejiklari beriladi. Vodiydan uchadigan reyslarimizga 3 yostiqchalarini ham taqdim etamiz. Inshaalloh aziz ziyoratchilar, reyslarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, 19-26 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni narxini sizlarga $1050 dan, vizalaring bo'lsa $950 qilib beramiz. 18-25 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni narxini ham vizalaring bo'lsa $950 dan, vizalaring yo'q bo'lsa $1050 dan, vizalaring bo'lsa 950, vizalaring yo'q bo'lsa $1050 dan qilib beramiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib Telegram orqali bitta pasport tashab o'zlarining joylarini onlayn bron qilsalaringdan bo'ladi. Vodiyliklar Farg'onadagi hamda boshqa viloyatdagilar Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurib, hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirib, kvitansiyalarni o'zlaring bilan olib ketsalaring bo'ladi. Eng asosiysi bordi keldi biletlaring oldindan xarid qilinadi. Doktor xizmatlarimiz ham albatta mavjud bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, to'lov ma'lumotga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.